Bugün Akkudong romanının ikinci babını okuyumuz. İkinci bab. Zeynep Xan'a aşık bolgan çağlarımda tehi kommunaçı olmagan. Emgek küçü hesaplanılan dehqonlarning hammasi ishlab chiqarish atrofida to'plashib emgak qildigan zamonlar edi. Biz yezi o'ttir maktabni bitkizib, oilamiz qarashliq ishlab chiqarish atrofidagi dehqonlarning sepiga qaytilgan edik. Gerçi dehqonlar atrof boshlig'ining yetakchiligida kollektiv emgak qilgandek ko'ringani bilan sinfiy tarkib bo'yicha kichik guruhlarga bo'linib, ayrim emgak qildi ekan. Atrof boshlig'i men qatorliq bir qancha savodishimni kambag'al dehqon, tuvan o'ttir dehqonlar guruhiga, Zeynep Xonni pomishchik sinfiy unsurlar guruhiga taqsim qildi. Dadam Saud Zaid Bag'ayriq kentidagi o'z vaqtida 50 mo'liq bexabar bog'van bo'lganligi uchun yer islohotidagi tarkib ayirishda sinfiy tarkibi pay dehqon qilib ayrilgan ekan. Men ashu pay dehqonning o'g'li bo'lganligim uchun ishlab chiqarish atrofimizning kambag'al dehqon, tuvan o'ttir dehqonlar guruhiga taqsim qilingan ekanman. Bu haqiqatan xo'shalangudek, sharaf his qilgudek ish edi. Demismi, pomishchik sinfiy unsurlar guruhisidagi dematliklarim havas qildigan ishlab chiqarish guruhiga qaytilgan tursam, albatta o'zimdan faxrlanishim, sharaf his qilishim kerak edi. O'ttir maktabni bitkizib kelgan savodashlarning orasida faqat Zeynep Xalla pomishchik unsurlar guruhiga taqsim qilingan edi. Uning yip yog'liq chigib olgan beshini tuvan solg'incha eg'ir qadamlarini tasdi yo'tkab, o'zi tava guruhidagilar amga qilayotgan tarafga ketayotgan turqqa qarab, mag'rurlik bilan kulib qo'yar edim. Demismi, Bag'ayriqdagi pomishchikning yolg'iz qizi bo'lgan Zeynep Xonning bizdek sharafli kambag'allarning to'pida amga qilish salohiyati yo'q edi. Maktabdagi chog'dimi uning salohiyati boshqa savodashlarnikidan ashundoq farqlanadi. Doska o'chirish, qozon kuyisi bilan doska bo'yash, sinf maydonlarini supurish, maktab hojatxonasini tozalash degandek ishlar Zeynep Xonga o'xshash bir qancha pomishchik sinfiy unsur farzandlarining kundalik qilishga tegishli majburiyati edi. Maktabdimi biz bu ishlardan hayron qolmaydik. Maktabdagi sinfiy kurash tarbiyalari bizga ashundoq hayron qolmaslikni o'rgatgan edi. Ular ham yavash, ham rayish, ham bechora edi. Tanaffuslarda ular bilan billa o'ynamaydik. Aqlimni bilgandan tartib Zeynep Xon bilan tanishdim. Dadam Saud Zaidning Zeynep Xonning dadasi Maqsudxon begim bilan quyuq bardi kaldisi bor edi. Pat-pat oila bo'yicha mehmondorchilik qilishadi. Het ayamlarda ta'tilishadi. Shu sababli men Zeynep Xon bilan sakkidagi vaqtdan boshlab tanishgan edim. Dadalarimiz tashqargi saroyda yoki bog'da bazm qilishib o'ltirsa, analarimiz ichkirdagi saroyda yoki bog'ning yana bir xoli tarafida ayrim dasturxon silishib mungdishadi. Bosh beqishadi. Mundaq vaqtlarda Zeynep Xon bilan ikkimizning bo'shiki yandash qo'yilgan bo'ladi. Keyin oyog'imiz chiqdi. Gap qila oladigan, o'z oldimizga o'yin o'ynay oladigan bo'ldik. Mundaq vaqtda bir qancha tangtushlarimiz bilan birga mehmondorchilik yoki uy tutish o'yin o'ynaydik. Mundaq o'yinlarning ko'pinchisida Zeynep Xon xotinim bo'ladi. Anam bilan dadam ismimni Hamidxon bolam deb. Atashlarim Hamudek deb chaqirishadi. Faqat Zeynep Xalla meni xuddi cho'ng odamlardek Hamidxon deb chaqiradi. Keyin bo'ynimga jildi esib maktabga kirdim. Muallimim yo'qlam qilganda ismimni Hamid Saud deb chaqirgan bo'ldi. Men Zeynep Xon qatorliq bir nechimiz Bag'ayriqdagi boshqa tangtushlarimizdan alohida farqlandik. Kiyimlarimiz yangi, pokiz edi. Esil noz-ne'matlarni yeydik. Bir yerga borsak mabida yoki otda mang'atdik. Yanchiqlarimizdan qanot navatgan bo'lmaydi. Yanchiqlarimizga to'ldirib chiqqan qanot navatlarni kiyimlari ko'na adashlarimizga ulashtirib bersak, ular xo'sh bo'lishib ketadi. Ular qanot navatlarni og'ziga bir axla silib, sho'rashqa qiymaydi. Mundaqli yalab qo'yib, yanchig'iga avaylab silish oladi.
u chaqlarda nimishqa bizning qanit navatlarimizning uzilmaydiganligini, ularning uyda qanit navatning yo'qligini bilmaydim. Qanit navat yeydigan, qanit navat ulashtiradigan kunlarimiz ancha uzoq davomlashmadi. Avval yer islat ilib berilib, boylarning yer chorva, mol-mulklari kambag'allarga ulashib berildi. Andin tarkib ayrildi. Zeynep xonning dadisi Bağırıq təvəsidiki ən çoğ zimindar idi. Şuna onun tərkibi pomishchiq qilib ayrıldı. Dadamның ilkida 50 mobiği bolğanlığı üçün tərkibi bay diqqan qilib bekitildi. Uzaq ötmey xalq kommunasi qurilib, Bağırıq təvəsidiki hamma odamlarni qo'ldagi yer zimin, chorum mollarni xalq kommunasiga pay qilib qo'shishga da'vat qildi. Dadam 50 mobiğimizni ikkilanmayla kommunaga pay qilib qetibatdi. Shu kuni Naya, Gongshi kadrlari, kommuna a'zolari dadamning maydisiga qip-qizil gul taqab, uning bu kollektivizmlik ro'yini maqtab taqdirladi. Shu kunlarda menmu boshlang'ich maktabning 1-yiliga o'qishga kirdim. Savodoshlarimning orasida Zeynepxon qatorliq bir qancha qanit navat yeydigan, qanit navat taqdirgan do'stlarim bor edi. Ularning uchisidagi kiyimlar ko'na, yirtiq, maynat edi. Jimg'ur, xomush ko'rinadi. Kichikkina shabida mujo'jitdi. Xuddi bir dop qo'yning orasiga kirib qolgan o'shkidak. Bir bulonda shumshib, mo'nib o'ltirishadi. Garchi men qanit navat yeydigan, qanit navat taqdirganlardan bo'lsam-mu, dadamning tarkibi boy dehqon bo'lganligi uchun ulardan xalli farqlanardim. Ulardek yaklanmaydim. Kambag'al dehqon, tuvan o'tir dehqon sinfning farzandlari bo'lgan savodoshlarim bilan birga o'ynay olaydim. Ular bilan tang qiy-chuv qilisha olaydim. Ularmi meni qatorga ilishqaydi. Pioner bo'lib, bo'ynimga qizil galostik chekish sharpi, sinfdagi kambag'al dehqon, tuvan o'tir dehqon sinfiga tava savodoshlarimdan 1 yil keyin, ya'ni boshlang'ichning 5-yiliga chiqqani nasib bo'ldi. Bu ishdan shunchalik xushal bo'lib ketdimki, qizil galostikimni bir necha oygacha kechalarmi bo'ynimdan ilib etmadim. Zeynepxon qatorliq bir qancha savodishimga bunday sharafning nasib bo'lishi mumkin emas edi. Ularning bo'ynimdagi qizil galostigimga havas bilan o'g'irliqcha qarab qo'ydiganligini his qilib turardim. Boshlang'ich o'rta maktabni bitkizib, kanatga qaytib, ishlab chiqish atirdiga a'zo bo'lib kirgandan keyin ko'rpaga taqsimlanishim meni yana bir qatim hayajonlantirayotgan edi. Har kuni kechilik to'lqinda birinchi bo'lib yo'qlamadan o'tardim. Atrat boshliq o'rinlashtirgan ishlarni talishib qilardim. Maktabda o'rgangan inqilobiy naqshlarni bong-bong to'laydim. Dadam Saud Zaydning pomishchik bo'lib qolmay, boy diqqan, 50 mo'liq beg'i bor bog'van bo'lib qolganligidan suyunatdim. Dadam Saud Zayd Bağırıqdil emas, butkul yezi tavasidan nom bor bog'van edi. Beg'imizda mushu yurtda ay bo'ldigan yal-yemishlarning turi, sorti to'liq tepiladi. Mevalari boshqalarning beg'idagi mevalardan xil, ta'mlik edi. Beg'imizning darvozasi, chitliqi, qo'riqtimi yo'q edi. Kuz yoz mezgildagi bog' parvishida Bağırıqdagi cho'lisi takkanki kishilar o'g'lash-cho'lash qilib hamdam bo'ladi. Üzüm tallarını bedishqa ilish, bedishdan tushirish. Chumkash, anar anjirlarni ko'mish, echish, alma, amut, shaptullarning haram shaxlarini chatash, o'g'itlash, ulashqicha har kim qo'lidan kelishicha ajr qiladi. Shu sababdanmi yal yemishlari pishib, to'kma bo'lgan mezgilda har kim boqqa xohlagancha kirib, mevalarning eng sarxonlarini tanlab eg'iz tegadi. Uzib akitadi. Ular mayli tovoqlarga, mayli sivat, mayli javurlarga meva qachlab maqsun, dadamning chiroyi azroqmi o'ngmaydi. Yana kelishala, xotin bolalarni, urug' tuqqanlarni boshlab kelishala deginicha qo'l bog'lab uzitib qo'yadi. Mevalarga qancha ko'p kishilarning og'zi tegsa, boqqa shuncha ko'p barakat yog'di, deydi mamnun bo'lgan holda. Qo'lim qo'shna, mahal ko'ydigilarning shuncha ko'p mevalarni akatganiga qaramay, shaq, baranglarda yana bir muncha mevalar eshib qoladi.
aş eşip qalğan meyvelerden qışda hölpet saqlığıl bolğudaklarını qazınaq, gəmlərə əkrib alatdıq. Qalğanlarını udulluq aptapqa silib qurtatdıq. Qurutqan yanaq, badam, çılan, üzüm, gül qaqlarımız hem çiraylıq, hem təmlik, yeşlik idi. Bu quruq yal yemişlərə şəhərdəki baqqallar özləri xərid bulub çıxıb, pulunu berib, elib gidətdi. Bağırıqda tunç qatım deqqala həmkarlıq kooperativ qurulğanda, dadam şuncha kəngri baqqa azraqmı tartışmay, 3 at, 10 kala, 9 tuyaqçı qoy bilan qoşub, kooperativqa pay qilib qoşub etgan idi. Keyincha umaşqımı qorsaq doymadi. Kişiler umaşqa uchrat saqlashqa taqat qilolmay, bir-birini umaş qazınıqa ishtirishadi. Qorsuqqa to'ymagan balalarning qag'ishliqi quloq mengini yeydi. Xijolatchilikda qolgan ota-onalar balalarning bildirilib turgan ko'zlariga qaraya olmaydi. Dadammo balalarning qag'ishligiga amal qila olmay, beqo'l bo'lib qolgan otalarning birisi edi. Balalarning taladan kirgicha oshnon deb qildigan qalbisimi yetkichi bar edi. Bağırıq təvəsidə ata-anasıga aşının qalbis qılmaydigan birmi bala yo'q edi. Dadam chekiridan tabassum o'chmaydigan ham kam qursaq odam edi. Shuncha qattiq kunlardimi qilchilik voysimaydi. O'zini xulum xo'shna yurt mahaldagilarga qarzdordek his qiladi. Ularni aq ko'ngil, samimiy kishilar deb ta'riflaydi. Demisimi yer islohoti, zomigarlarni bostirish, tarkib ayirish qatorli harakatlarda baqiriqliklar aq ko'ngilligi, samimiyligini amaliyotda ko'rsatgan. Xizmat korpusiga Mahsum Bagning birmuncha yaxshiliklarini so'zlab, bostirilishdan saqlab qolgan edi. Xizmat korpusidagi kadrlarning dadamning sinfiy tarkibini pomishchi qilib ayirish taklifini birdak rad qilib, baydiqqan qilib ayirish fikrda ching turgan edi. Xizmat atridagi kadrlar Savut Zoidning tarkibi kang inqilobiy xalq omasining talabi bo'yicha baydiqqan qilib ayrildi deb jakalaganda dadam ko'z yoshini to'xtatib ololmagan. Yurt jamoatlar xizmat atridagi kadrlarga yenishlab rahmat aytgan ekan. Lekin markazning oshliq ishlab chiqarishni asos qilish chaqiriqining turkisida kooperativga pay qo'shgan 50 mo begimiz bara tashlanib qoldi. 2-3 yildala meyvelar azlab ketdi. Dadam ayiq chiqmas etiseriq amgiki suv inshoot hashirdan bekor bo'lolmadi. Shundaqdimi, tinib olg'idek fursat topsa, udul boqqa yuguraydi. Parvishsiz qolgan meyvelik daraxtlarga echinish bilan nazar tashlaydi. Hech qisi yo'q. Kela yili fursat chiqib qolsa, qaytadan chatab, ulab, o'g'utlab, parvish qilib, asliga keltirib olg'ili bo'ladi, deb o'ziga tasalli beradi. Bag'iriqdil emas, butkul nahiya, hatto qo'shni nahiyalardami nombar bog'van, atimiras uloqchi edi. Beg'imizdagi o'rik, shaptol, olma, amut, nashbut, uzum, anor, yangoq, badam qatorliq meyvelarning boshqa yurtda tepilmaydigan sortlari uning ash uloqchilik hunarining mahsuli edi. Shunga vayron bo'lishga boshlagan bu bog'ni 1-2 yilda asliga keltirib olishga ishonchisi bor edi. Navoda cho'ng sakrab ilgirlash, po'lat temir tavlash harakati boshlanmagan bo'lsa, dadamning ko'ngliga pukkan bu orzusi qilchilik sustlashmagan. Umid ishonchisi bilan yashagan bo'ladi. To'loma afsus. Po'lat temir tavlash harakati bag'iriqdagi bo'yi ko'k taqashgan, beliga quchoq yetmaydigan necha ming tub sagri teraknil emas, ashu beg'imizdagi bir mo yerga soy tashlab turgan necha yuz yillik yong'oqlardan tatib, har bir tupi 20-30 javurga meva beradigan o'rik, dansidan liq piyola sharbat chiqadigan shaptol, kuzda shixini ko'tarolmay qoldigan olma amut daraxtlargacha o'rib, kesib, o'tin qilib atdi. Uzum baranglarimi, anar anjirlarmi saqqalmidi. Har kalligirliklarni ko'zni mitmi qilmay kutib oldigan, ichidan g'azablansimi, chehradan tabassum o'chmaydigan dadam yerda sunaylib yotgan mevlik daraxtlarni ko'rganda o'zini tutib ololmay, ho'ngrab yig'lab etgan edi.
Yangaq daraxını xuddi dadısının meyitini qucaqlagandek qucaqlaydı. Örük daraxının qolunu titrab turgan qo'llari bilan silaydi. Xuddi anasının meyitini silagandek. Alma amid daraxtlarının sungan shoxlarini tuzashtiradi. Xuddi farzandining sunib ketgan put-qo'llarini tuzashtirgandek. Bo'zlaydi. Öpkidaydi. Ko'z yoshlari soqollaridan sirg'ib tushib, yoqqalariga tuproq singib ketadi. Ammo hech kimga tish yerib, bir og'iz gap qilmaydi. Xuddi tuyuqsizlar til suvandan qolgandek. Shu ishdan keyin dadam til suvandan qolgaydi. Hech kimga gap qilmaydi. Uyga kirib bir bulungda uzun uloq kichiktinib o'ltirib ketadi. Dadamning ashu vayron bo'lgan beg'imizning o'rniga berib, kaptardek buqildab yig'layotganini bir qancha qatim ko'rgan edim. Kichikligimdan dadamning hasratining, ko'z yoshlarining sababini tushunmaydim. Ash nondan iborat birdan-bir qursoq g'amim bor edi. Dadam bilan anam bizni imkon bor ash qo'ymaslikka tirishadi. Shu yili qaraqishda qo'shni kanatdagi tog'am eg'ir aliyotqu mahalda uyimizga tarab balla kirib keldi. Bu chaqda acham bilan men allaqachon yotqanga kirib bo'lgan. Dadam bilan anam mo'r o'choqning oldida bizning qor kechib, ho'l bo'lib ketgan oyoq paytimlarimizni o'tqa qaqlab qurtiyotdi. Ajab, bu vaqt bo'lgani kep qaplig'u. Aka, pirash bo'lmagan ha? Jiddiylashib ketgan dadam akasiga salom qilishni unutqaydi. Ko'zlari tashvishli edi. Eshik tarafga xudoysirab qaraydi. Tag'am outside qo'shni kanat ki cho'ng zimitlar bo'lib, yer islatida sinfi tarkibi pomishchiq qilib ayrilgaydi. Tarkibi pomishchiq qilib ayrilganlar zomigar yoki zomigar pomishchiqlardan tuvanroq turadi. Ishlab chiqarish atrofidagi xalq askarlari aktivlarning ularga bo'lgan nazorati xalali bo'sh edi. Shundaqdimi ularning kanat atlab bir yerga birishi cheklangan edi. Kambag'al dehqon, tuvan o'tir dehqon va boy dehqonlar ular bilan normal muomala qilishga xudiksiraydi. Amal bor orliq saqlashga tirishadi. Ular bilan bordi-keldi qilishib, sinfi eng tuvan, sinfi dushmanlar bilan yoshirin aloqa qildi degandek patnonlarga qilishdan ehtiyot qilishadi. Shunga dadamning eg'ir aliyotqu mahalda uyga tuyuqsizlik usib kirgan akasini ko'rib cho'chib ketishi, xudiksirishi sababsiz emas edi. Pomishchik akasining kechida uyga kelganligini mahaldagi aktivlardan birasi ko'rib qolgan bo'lsa, bir muncha xafalık qilishi aniq edi. Ansirmislar, ukam. Meni hech kim ko'midi, deb tushundirdi tog'am dadamning chiroyidagi tashvishni his qilib. Bu qattiq sovuqda taloq chiqib, kelgan-ketganlarga dallollik qildigan kimning cho'lisi? Orliqimiz shuncha yaqin bo'lsa-mu, ko'rishmaganimizga 2 oy bo'lay deb qopti. Silini, bolalarni seg'indim. Bak xotirjam bo'lolmaslar, hozirlik kessam bo'ldi. Dadam xijillik bilan yerga qaradi. Undaq demislar, aka. Bu odamning silining gaplarini qilmaydigan bir kunimi yo'q, dedi anam chigiriga kulki yugurdi. Qani qo'lingga kelib, qo'llarini sislar. Hamidxon, qopangla balam. Avutxon dadanglarga salom beringlar. Anam bizni chaqirg'ach, dasturxon silishga tutindi. Acham bilan ikkimiz yotqandan sug'urlab chiqdik. Pomishchik tog'am pishonimizga so'ydi. Arkilatdi. Dasturxon solma deb avar bo'lmaslar, dedi tog'am anamga qarab. Uyda dasturxon ochiqdek bir narsim yo'qdi qachon. U yirtilib, mozlari ko'rinib qolgan paxtalik to'nining belini bog'lab olgan chiga og'amchini yeshib turib dedi. Tangnidak bir narsa akelsizlar. Anam xamir yo'g'irdan tangni akeldi. Tog'am to'nining bir peshidan qayrib, tangniga to'g'rilab turib, astirdiki yomonni so'kishga boshladi. Shu hamon tangniga ikkichini kelgidek gurish shararati to'kildi. Andin to'nining yana bir peshini qayrib, astirdiki yomonni so'kdi. Tangniga gurish emas,
üçün kelgidek qo'noq yapmisi sharrida to'kildi. Ondan qo'ynidan qo'shmustimdek cho'nliqdagi bir qaboqni ilib anamga tanladi. Bu qaboqda suv yig'i bor. Avaylisizlar, to'kilib ketmasin, dedi tag'am. Dadam aksiga hayronlik bilan tikildi. Chiroyida tashvish aralash so'z kulki paydo bo'ldi. Tag'am xirildab kulganicha og'iz ochdi. Qo'rqmisizlar, bu narsalarni o'g'irlab kelmadim. Amsa nereden topdilar? Tünöygün akşam müşcaq bo'lganda Abdursolahun akaptikan. Abdursolahun? Dadam bu ismning egisini damaliq aslayolmayotdi. Elqi qumush eriqdagi o'taqchimiz Qavulahunning o'g'lichu. Elqi Qavulni damda. Dadam chiroyini purishtirdi. Voy, u badra qandaqsiga insobiga kelib qolgandi. Öz vaqtida silni deqqanlarga undaq zulm salganay. Mundaq azganay. O'zi kunni paxlayab, bizga umash beradi yey, deb shikoyat qilib, anjiq sarig'ini shu ekanmish-ku. Amdilikda tag'am o'liq kichikdindi. Shu chog'da ashundaq sarimay qandaq qiladi amsa? Qo'y o'ltirsa go'shini biz bilan bilaydi. Xaman olsaq kapsani azayirib oladi desi bo'lmaydi-da. Demismi shu chog'da yilliqchilarim arsida ustimdan shikoyat qilib, anjiq sarig'inim shu edi. Hozir bog' to'g'raqdiki eng aktiv a'zomi shu. Ammo necha yildan beri insijanga to'ydirmay olimdan xabar elvatqanim shu. Odam bar yerda varang-varang to'g'lab qo'ygani bilan xoli qilganda ko'nglimni izlaydi. Biratal zoriq ishingan kuni udulmanga akildi. Ajoyib jahon ekan bu. O'z vaqtida kechik kunduz yenimdan yer ketmaydigan, dasturxonimda to'yg'ich yeb, sesixga kirib yurgan, otlarimizga minib, paxlanlarimizni yeb, soyimizda allarga qirq ko'rsatib yurganlar, yer isloti bo'lish shamolla keynini qildi. Barnimi, yo'qnimi so'zlab tatlab, yuzimizga tukirib, mishqirib qilmaganlar qolmadi. Ammo Abdursolahunga ashu do'yizlarga qilganning 10dan birichilikmi yaxshilik qilmabdi ekanman. Yo'q tartib kelsa, kunjursini so'rabdi ekanman. Bir bilan kaptirimni beqib bersa, qovul atlab o'lib qolgan bakchilarning sonini olibdi ekanman. To'yi bo'lganda bir to'paq 10 chorak guruch, 2 tog'ar bug'doydan boshqa hech nima bermabdi ekanman. Yavash, rostchil bo'ldi. Ova, mashrab barovatlarga mangsam, kangri o'yliga qaranchiq bo'lib qoladi. Birar qatimmi, "Menga bolam" deb billa el olmabdi ekanman. Lekin mushina childim beri ash baldin vapa keldi. Texyar ko'rishganda o'z qo'llari bilan to'yimni qilib qo'ygandilar. Men o'z o'g'ildek ko'rgandilar deb baxijil qildi. Axsham bu guruch yarma yog'ni akapti. Tang kechida bo'lsa-mu, bir qazon pola atkizib yeb olsalar, mushunda g'izo eg'iz taymaganlarga-mu uzoq bo'lib qoldi deb. Rahmat balam deb oldim. Lekin silim billah. Polat tumir tollaymiz deb uydagi qazon, cho'gin chog'liq narsalarning hammasini yig'ib olgan. Uning ustiga pomshchiklarning uyida qozon asqil qo'ymaydi. Navoda pola aytib yeginimizni bilib qolsa, qoq baloga qilamiz. Shunga silning o'ylariga olib keldim. Tag'im gap tugidi ma'nosini bildirib, o'rnidan turdi. "Men mangay." "Nega mangla aka?" dedi anam qo'limni sarining qantidek so'zgancha tag'amning oldini to'sib. Ham salg'uliqni akaplar. Shaqqida bir qazon ash dumlay. Uyga alg'ash kesdilar. "Shunda qilsizlar aka", dedi dadammi tag'amga qarab. "Sizlar bilan bolalarning og'iz taymagan polo bizning gelimizdan hargiz o'tmaydi." "Undaq bo'lsa mayli", dedi tag'am. "Abla", dedi dadam afsuslangan holda, peshonasiga shaplaqlab. "Polo dumlashga cho'ngroq qozon bo'lsa yaxshi-di." "Qozonni g'am qilmaslar", dedi anam miyiqida kulib. "G'am qilmaslar? Avu doppamdek ko'r bilan
Poladım, dedi dadam mo'r ucha qesib qo'ygan ko'rni ingi bilan ishorat qilib. Uydagi cho'ng kichik qozonlarning hammasini atratga topshirib bergan emasmi? Shu chaqda uyga chirib, po'lat temir tavlaymiz deb, qozon, cho'gun, Abdulla chilabchilarni yiqqanda, keyinchi lazım etamiz deb, ara qozonning birini qaznaq uydagi katning tegiga tiqib qo'ygandim. Necha vaqtdan beri cho'ngroq qozonda ashitib yegidak ahvolimiz bo'lmagandikin ochiqmagandim, dedi anam tushuntirib. Dadam razmanlik bilan kuldi. Aqlli xotin jumasili. Manga bir og'iz purtib qo'ymaganligini qarmamdigan. Shu chaqda degan bo'lsam, u qozonnimi berib o'tadigan alpozlar batdi. Shuni gap qilmagandim. Dadam gadinni qashladi. Ma gapga nimim darmanamde? Rostqo, dedi anam. O'z vaqtida shuncha kangbag'ni kooperativ pay qo'shganni azdab, qozon birlashganda uydagi osh-oshliqdan tortib, guli qoqicha birdan qo'ymay topshirib bergan sillig'u. Dadam lam jimdimdi. Chiroydagi tabassum lappida o'chdi. Oldirishib ketgan ko'zlardan tagsiz bir hasrat, mung palqidi. Ağzı itliklik qilib, dadamning yurak yarisini tatlab qo'yganligini his qilgan anam xijillik bilan yerga qarab oldi. Chaqan bo'lsizlar, qaylab turmay, savzi qalam qilsizlar, dedi dadam anamni o'ng'aysizlikdan qutuldirib. Anam o'ylamizdagi chamg'ur o'risidan savzi ochqib qalam qilishga kirishdi. "Menga balam", dedi dadam menga qarab. "Pan bilan chiqib, ozroq o'tuna kirgin." Tağam mor uçaqning yoniga yo'langan dadamga qaradi. "Mahmudxon og'chisi bilan kelishib qoldimi?" "Kelishib qoldi", dedi dadam. "Uy ayirib chiqib ketgandan beri jidal majralarini ko'rmay, quliqim hali tinchlanib qoldi." Quliqim dadam bilan tağamning parg'ida bo'lgan bilan asyandim anamda. Ochiqni aytganda, anam hozir aytmoqchi bo'lgan polada qilgan edi. Polo deydigan bo'g'izani ish u yoqda tursin, ismini unutib qilay deb qilg'aydim. Shu tapda ko'rish bilan savzi qozonga kirmay turib, og'zimga sariq suv cho'g'lanib ketgan edi. Dadam bilan tag'am boshlariga kelgan qismatlarni aslashib, bir-biriga tasalli berishdi. Anam oshni dimlab, o'choqning cho'g'ini qo'lingga tortib etdi. Nafsim taqildab ketgan edi. Ajam bo'lsa g'imidi yo'q, mugida o'tadi. Anam legan qochlarni yuyib, dastlab bo'lgan bo'lsa-mu, qozonning to'qini achay demaydi. Oxir bardoshlik berolmadim. "Anika, polo pishdimi?" "Az qoldi balam", dedi anam mehribonlik bilan peshimni silib. "Osh yana bir oz dam olsin, bo'lmasa go'sht pishgan bilan yarmi pishmaydi. Osh dumbul bo'lib qolsa, ta'mi bo'lmaydi. Avutgan dadanglarning shapoiti bilan polo yevoldigan bo'ldinglar mana." "Menga qayla balam", dedi dadam nimalarnidir esiga olib. "Ati maktabga borganda adashlaringga uyda polo atkinimizni, kelganligini hargiz dema, ma'qulmi?" Ko'zimni dumlangan qozondan uzmay javob berdim. "Ma'qul dada, umas ishtiq deyman." "Happali", dedi dadam razmanlik bilan. "Chamg'ur qaynog'ini yedoqda. Adashlarimga avutgan dadamning uyimizga kelganligini hargiz demayman, dada. Ular bilib qolsa, pomishchik tuqqani bor ekan deb meni araga olmaydi." Dadam bilan tag'am lam jimdimdi. Bir-biriga qarab, hasratlik urishdi. Uy ichini bir pas timtoslik qopladi. "Aqlliq bolam", dedi tag'am jimjitlikni buzib. Qadoq bosgan qo'llar bilan beshimni silab turib. "Degina, cho'ng bo'lsang nima ish qilsan? Mahmudxon akamga o'xshash oqchi olaman." Bergan javobim qiziq tuyuldimi yoki boshqa sabab bormi? Dadam bilan tag'am xirildab kulishib ketdi. "Oqchi olib bo'lgandan keyin nima ish qilsan?" so'rdi tag'am meni gapga solib. "Aqchamga kunda polo atkizman." Anamning ko'zida shabnam tomchisidek yosh yaltirab qoldi.
Ondan keyin yana nima ish qilsan? So'radi tag'am yana. Dadamga bog' yasab beraman. Dadam geliga bir narsa turib qolgandek qiqilib ketdi. Meni yana tartib akilib bag'riga bosdi. Dadam o'pkilayotdi. Tag'amning ko'ziga mo'lid yosh kelib qolgan edi. Xudoyim saqlasin bog' qilishdan. Atrofda bir kishilik amgagini qilib, jon asamli bo'ldi. Anam ashunda xudirg'incha qozonni o'choqdan ilib, tumini tushirdi. Ondan tuvoqni ochdi. Shu hamon uyning ichini poloning hidi qopladi. Mazlik biroq taqildab turgan nafsimni tag'im itilib o'tgan edi. Og'zimga liq to'shgan chulgaylarimni yutib javg'aylarimdan eqib ketadi. Amudxon bolam, bo'la, qarab o'ltirmay. Amudxon dadamning quliga suv. Men oshni uyga berib yey, dedi tag'am qo'lini chayqashni rad qilib. Bizning uydagilarning nasibasini usib baslar singlim. Mayli, akamni tutib qolmayli, dedi dadam. Tag'amning ballarariq uyga berib, poloni ballarga yegizishga aldirawatganligini his qilib. Oshni uyga olib ballar bilan birleysin. Ular siz geldin bir kappami polo o'tadigandik emas. Anam yo'g'on yog'ochliganga besib, osh usti. Oshni menga qisib qo'ydilar, dedi tag'am. 2 cho'moch ilvaslar. Chiqolmadim aka. Qozondan bir moch osh qoldi ayna, dedi anam. Ilvaslar degandikin ilvaslar, dedi tag'am qat'iylik bilan. Bu oshda Amudxon bilan og'itchisining munisibasi bor. O ballarmı bir kappamdan eg'iz takson. Anam yog'ochlagandan bir chumush oshni ilvatishga majbur bo'ldi. Shu tapda ko'z yoshlari mag'zini bo'ylab eqvatadi. Yo'lda bek ehtiyot qilsizlar aka, dedi anam dasturxonga o'ralgan yog'ochlaganni tag'am quzatib turib. Maram Nisoxon xonim, achamlarga salom aytdilar. Sal yiroq bo'lsa-mu, yangi binam taraf bilan mangsizlar aka, dedi dadam. O tarafdan yo'li halila xali. Xotirjam bo'linglar, dedi tag'am eshikdan chiqib o'tib. Xudoyim bu oshqa bolalarimning eg'iz tegishga nasib qila. Tag'amni ustib qo'ygandan keyin anam avval cho'ng akam bilan yengamga nasiba qilib osh elib qo'ydi. Anam bir qach poloni oldimga qo'ygan vaqtda ko'zimdan allaqachon taramlab yosh to'kilib bo'lgan edi. Poloni kappamlab og'zimga solatdim. Asiyadan bu bir qach poloni tezroq yeb bo'lib, yana bir qach polo yeyishdi edi. Qo'z qilib to'ysimi, ko'zim to'ymayotdi. Shu tapda dadam bilan onamning qachsidagi polodan 2 kappamni yeb bo'ldi qilganligini, qolgan oshni acham bilan menga qisilganini faqat bilmaydim.